Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamizda diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy Uyg'urlarni Xitoy o'lkalariga surgun qilishni tezlatdi. Zimiston to'rining 28 maydagi xabarda bildirilishicha, Sharq Turkistondagi Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligini tekshirish uchun qurilgan Avstraliya aqllar ambiri Xitoyning Uyg'urlarni Xitoy o'lkasiga yo'tkash qadamini tezlatganligini bayqagan. Avstraliya aqllar ambiri va Avstraliya strategik siyosat instituti bu yil 5-da Xitoyning Sharq Turkiston xalqini Xitoy o'lkalariga yo'tkab tovar o'rnida setayotganligi haqida dokument e'lon qilib, xalqaro g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Tadqiqot o'rni bu qatim yanamo ilgirlagan holda tekshirish elib berib, texmo ko'p isbotlarni qezib chiqib, bir parcha dokument e'lon qilgan. Dokumentda ko'rsatishicha, Xitoy Uyg'urlarni ichkari o'lkalarga majburiy surgun qilish qilmishini texmo kengaytgan. Surgun qilinganlarning ko'pinchisi lagerdan yo'tkalganlar ekan. Ular Xitoy o'lkalarida odatdagi zavodlar hamda g'arb ellarining dongli shirkatlarida majburiy emgakka selingan. Xitoy tutqunlarga ig'ir vazifalarni bergan bo'lib, vazifani o'rindolmaganlarni har xil vositalar bilan jazolagan. Dokumentning sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, yer sharidagi 83 dongli markaning zanjirsimon ta'minlash tarmoqlari Uyg'urlarning majburiy emgakidan foyda olgan. Undan boshqa Yevropadagi 9 shirkatni o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi nurg'un muhim texnik shirkatlari, mashina shirkatlari va kiyim-kechak shirkatlari bu masalaga chetildigan. Yaqinda Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rni guruhi ommaviy to'rsanliq ma'lumotlari orqali Uyg'urlarning Xitoy o'lkalariga surgun qilinish qadamining tezlashayotganligini, bo'libmi dengiz bo'yidagi Xitoy o'lkalariga yo'tkashni tezlatganligini bayqagan. Dokumentda ko'rsatilishicha, surgun qilingan Uyg'urlar dinga ishonishga ruxsat qilinmagan. Ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir xizmatchining oshkorlashicha, 50 odam bir guruhga qilinib, ularni doim soqchilar yotiqidagi zavodga elib boradi ekan. Ularni emgak qilayotganda soqchilar nazorat qiladi ekan. Hatto ular qarallik ideya ma'lum qilish dokumenti yozishga majburlangan. Uyg'urlarni majburiy emgakka selishga chetildigan shirkatlarning umumiy soni 83 dan oshadi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Adidas shirkatining bir xizmatchisi Xitoyga tava bir zavodning necha yuz Uyg'urni Sharq Turkistondagi lagerdan Anxuy o'lkasiga bevosita yo'tkishiga qatnashgan. Uyg'urlarning u yerda ishlashga majburlanganligi va ularning ichki sharoitining jamiyatdan maxfiy tutilganligini bilib yetgan. Dokumentda atalgan 83 shirkat ichida Germaniyaning BMW, Bosch, Mercedes-Benz, Puma, Siemens, Italiyaning KD, Shvetsiyaning H&M, Electrolux, Filippinning Jack and Jill, Fransiyaning Lacoste va Ispaniyaning Zara qatorliq dongli markalari bor ekan. Muxbirning ziyoratini qabul qilgan xizmatchi oxirida Xitoy kompartiyasi Xitoy fuqarolariga Uyg'urlarni terrorchi qilib ko'rsatib bo'lganligini, Xitoylarda Uyg'urlarga hissdoshlik qiladigan ahvollarning qolmaganligini, Xitoy fuqarolarida irqchilik kuchayganligini, Xitoyda yiltiz tortgan chet elliklarga o'chmanlik vaziyati ig'irlashganligini, hatto Xitoylar faqat Uyg'ur xalqini bostirsalar, tinch va bayoshat turmush kechira olamiz degan ideyaga kelib bo'lganligini oshkorlagan. Xitoy Amerika bilan yangi sovuq munosabatlar urushi boshlashga tayyorlik qilmoqda. Fransiya ovozining bugungi xabarda bildirilishicha, Xitoyning ikki yig'inda o'tirg'i qo'yilgan taklif va siyosatlar Xitoyning Amerika bilan yangi sovuq munosabatlar urushi qilishni planlaganligini oshkorlaydi ekan. Xabarda Xitoyning 22 maydan 28 maygacha ochilgan mamlakatli xalq qurultiyining yillik yig'inida diqqat qilishga arziydigan 5 nuqtaning borligi. Bu 5 nuqta: birinchi, urushdagi raqibi Amerika bo'lishni qaror qilganligi; ikkinchi, yangi sovuq munosabatlar urushi iborasini paydo qilganligi; uchinchi, Hong Kong va Tayvanni muhim nuqta qilganligi; to'rtinchi, yillik iqtisodning eshish mo'ljarini e'lon qilmaganligi; beshinchi, o'xshashli muhim bo'lgan ba'zi ahvollarni yoshirganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, 5-oyning 22 kuni Amerikadagi qarshi elinmaydigan shirkatlar tizimligiga 32 Xitoy shirkatini qo'shgan. Washingtonga ergashib Huawei'ga qarshi turish kerakmi masalasida Yevropa yanada ikkilanib qolgan. Ammo Yevropa dori sohasida hamda Xitoyning dori sanoatiga tayanmaydiganligini va'da qilgan.
Yaponiya şirketlerining Xitoydan ayrılishiga to'liqlama beradiganligini e'lon qilgan. Navbatda Xitoy ilgirki har qanday vaqtdagiga qaraganda Xitoyning ichki ehtiyojni qamdash yo'llarini taraqqiy qildirishga tutish qilgan. Masalan, raqamlik iqtisod, aqliy iqtidorlik ishlab chiqarish va kishilarning kundalik turmushi va sog'lomligiga munosabatlik yangi materiallarni o'z ichiga olgan strategik kasblarning taraqqiyotini tezlatgan. Undan boshqa Xitoy davlat mudofaa ministri Wei Feng 23 may Xitoy Amerika strategik tirkishish xatarlik mazgiliga kirdi degan. 5-ayning 24-kuni Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Washingtonni Beijingni yangi so'g'uq munosabatlar urushi girdobiga so'rab kirish bilan ayiblagan. Xi Jinping yana armiyani eng nachar sharoitda jang mashqi va tayyorlikni kuchaytirish, har xil murakkab ahvollarga tez va unumli taqobil turish, Xitoyning egilik huquqi, bexatarligi va taraqqiyot manfaatini qat'iy qo'g'dashga buyurgan. Shu kuni Hong Kongdagi Xitoy qorovulxonasining qo'mondoni Qin Daoxiang Xitoy armiyasi irodalik, ishonchlik va davlat bexatarligini qo'g'dashga qodir deganlarni bildirgan. Amerika bir turkum Xitoy o'quvchilarini qo'g'lab chiqarishi mumkin. BBC xabarlarida bildirilishicha, Amerika hukumatı Amerikada o'qiyotgan Xitoy o'quvchilariga bo'lgan cheklimini yana bir qadam ilgirlagan holda kuchaytirishni planlayotgan bo'lib, necha ming Xitoy o'quvchi buning ta'siriga uchraydi ekan. Bu vaqtdagi uchurni New York vaqtiga oshkorlagan bo'lib, ma'lum hukumat amaldorining bildirishicha, Amerika hukumatı Xitoyning harbiy qismlari bilan bevosita aloqasi bo'lgan maktablarni bitirgan, hozir Amerikada yuqorilab o'qiyotgan Xitoy o'quvchilarining vizasini bekor qilishi mumkin ekan. Agar bu plan rasmiy ijro qilinsa, 3000 ga yaqin Xitoy o'quvchi bu cheklamaga uchraydi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Amerikada 300 mingdan ortiq Xitoy o'quvchi o'qimoqda bo'lib, garchi cheklanadigan Xitoy o'quvchilarining soni 1% ga yetmasa-mu, Amerikaning Xitoy o'quvchilarini turkumlab qo'g'lab chiqarishi tarixda ko'rilib boqmagan ish bo'lib hisoblangan. Mazkur amaldorning bildirishicha, bu o'quvchilarning Amerikada biror qonunsiz qilmish bilan shug'ullanganligi haqida hech qanday dalil isbot yo'q ekan. Ammo Amerika hukumatı bu o'quvchilarning Xitoyda o'qiyotgan vaqtida josuslik bilan tarbiyalangan bo'lishi mumkinligidan andisha qilgan. Xabarda aytilishicha, bu planning ta'siriga uchraydigan Xitoy universitetlari hozircha oshkorlanmagan. Navbatda Xitoyning harbiy qismiga tabi 40 dan ortiq universitet bor bo'lib, bulardan sirt Xitoy sanoat uchur ministrligiga tabi 7 universitetmi harbiy qism bilan zich aloqasi bor deb qaralib kelmoqda. Xitoyning vatanimizda turishliq harbiy qismlarining urush tayyorligi qilishga safarbarlik qilinishi diqqat qo'zg'adi. Xitoyning Sharq Turkistonda turishliq harbiy qismlari bilan qurolli soqchi qismlarining navbatda keng ko'lamlik amaliy jang mashqiga kirishganligi ma'lum. Xitoyning atalmish Xinjiang gazetida e'lon qilingan xabarlarga qaraganda, Xitoyning Sharq Turkistonda turishliq harbiy qismlari bilan qurolli soqchi qismlari navbatda Xitoy raisi Xi Jinpingning Beijingda echilayotgan ikki qurultay mazgilida qilgan so'ziga binoan harbiy mashq va urush tayyorligi saviyasini yuqori ko'tarishga jiddiy atlangan. Uningda Xi Jinpingning chaqiriqiga binoan 5-ayning 26-kuni tushdan keyin atalmish Xinjiang harbiy rayoni universal mashq maydonida amaliy jang mashqi qizib ketdi deyilgan. Xitoy raisi Xi Jinping ikki qurultay mazgilida Xitoy armiyasi va Xitoy qurolli soqchi qismlarining vakillar yig'inida so'z qilib, urush tayyorligini kuchaytirishni ta'kidlagan edi. U shu kundagi so'zida biz cho'qim harbiy mashqni umumyuzlik kuchaytirib, urushga tayyorlik qilishimiz, har xil murakkab ahvollarni vaqtida va unumli bartaraf qilib, davlatning egilik huquqi, bexatarligi, umumiy strategik muqimligini qo'g'dishimiz kerak degan. Uning bu so'zi chet el axborotlarining diqqatini qo'zg'agan edi. Atalmish Xinjiang gazetining xabarida Sharq Turkistonda turishliq harbiy qismlar va qurolli qismlarning Xi Jinpingning chaqiriqini qizg'in qo'llab, biz barliq o'y fikrlarimizni urush tayyorligiga markazlashtirishimiz kerak. Urushga unumli tayyorlanib, jang vazifasini o'rindashga kafolatli qilishimiz kerak deganligi ta'kidlangan. Xitoyning Amerika bilan bo'lgan munosabatlari qattiq keskinlashayotgan bir paytda Sharq Turkistondagi Xitoy harbiy qismlari bilan qurolli soqchi qismlarining jiddiy turda amaliy jang mashqiga kirishishi diqqat qo'zg'amoqda. Xitoylarning Amerikada tabiiy fan sohasida o'qishini cheklash haqida qonun loyihasi tunishtirildi. Amerika Kengash palata a'zolaridan Tom Cotton va Marsha Blackburn qatorliqlar 27-may kuni Bexatar oliy maktab rayoni qonuni nomli bir qonun loyihasini tunishtirdi. Bu qonun loyihasi Xitoy o'quvchilarining Amerikada sistem sohasida bilinadigan
ya'ni matematika, injenerlik va fan texnika kasblarida aspirantlikda o'qishi uchun viza elishini cheklaydi ekan. Bu qonun loyihasi bo'yicha yana amerikaliklarning Xitoyning minglagan ixtisosliklar programmasi qatorliq chet ellik ixtisos egalarini taklif qilish programmalariga qatnashishiga cheklama qo'yildi ekan. Amerika Kengash palata a'zosi Tom Cotton o'zining to'r betida qilgan so'zida Xitoy Kommunist partiyasi uzundan buyon Amerika universitetlarini baza qilib jasuslik qildi. Texmo chataq yeri shuki, Xitoy Amerikaning qonunlaridagi yutuqlardan foydalanishga urinyotidi. Endi buning oxirlashadigan vaqti keldi. Bexatar oliy maktab rayoni qonuni davlatimizning bexatarligini qo'g'daydi. Shundaqla Amerikaning ilmiy tadqiqot sohasini qo'g'daydi degan. Kengash palata a'zosi Marsha Blackburn bo'lsa, Beijing o'qish va tadqiqot vizasidan foydalanib, Amerika ilm-fan va tadqiqot organlarining maxfiyatligini o'g'irlayotdi. Xitoyning yangilik yaratish ruhidagi kamchiliklarni Amerika o'zining aql parosati va boj topshiruvchilarining dollarlari bilan to'ldirib berdi. Endi buningga xotima beradigan vaqt keldi deganlarni bildirdi. New-York vaqti gazeti 28 may e'lon qilgan xabarida Amerika hukumatining Xitoy armiyasiga chetishliq Amerika universitetlarida aspirantlikda o'qiyotgan yoki tadqiqot bilan shug'ullanayotgan Xitoy o'quvchilarining vizasini bekor qilishni o'ylashayotganligini xabar qilgan edi. Trump 2020-yillik Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasini tezroq imzolashga chaqirilmoqda. 27 may kuni 2020-yillik Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasining Amerika Avam palatasidan biriga qarshi 413 ovoz bilan ma'qullikdan o'tishi chet ellardagi Uyg'urlarni qattiq suyundirdi. Bu xabar Amerikadagi shundaqla xalqarodagi nufuzli axborotlarning diqqatini qo'zg'ab keng xabar qilindi. CNN televiziyasi bu vaqtdagi xabarda Amerika Avam palatasining Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasini mutlaq ko'p ovoz bilan ma'qullab, uni prezident Trumpning ustiga qo'yganligini alohida ta'kidladi. Navbatda Amerikadagi va butun dunyodagi Uyg'ur jamoati ham shundaqla Uyg'urlarning vaziyatiga izchil diqqat qilib kelayotgan barliq kishilik huquqni yoqlovchi kishilarning hammasi prezident Trumpning Uyg'ur kishilik huquq qonunini tezroq imzolashini taqozolik bilan kutmoqda va shu haqda chaqiriq qilmoqda. Amerika Kengash palatasi va Avam palatasi a'zolari va shundaqla Amerika diniy erkinlik komiteti qatorliq o'rinlar Twitterda mazkur qonun loyihasining ma'qullanganligini tabriklash bilan birga, endi qonunning darhol ijro qilinishi uchun prezident Trumpning qo'l qo'yishi kerakligini ta'kidlashdi. Amerikadagi cho'ng ijtimoiy tashkilotlardan bo'lgan Hammaga adolat fondining raisi Abdul Malik Mujohid apandimi Oqsaroyga Twitter orqali chaqiriq qilish usulini qo'llanib, prezident Trumpning Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasini baldirroq imzolashini talab qildi. Amerika Kengash palatasi va Avam palatasining birdak ma'qulligidan o'tgan bu qonun loyihasi oxirgi qadamda prezident Donald Trumpning imzo qo'yishiga suniladi. Amerika Davlat Majlisining qonun ma'qullashdagi xizmat tartibi bo'yicha prezident 10 kun ichida mazkur qonun loyihasiga imzo qo'yishi kerak. Shundala bu qonun loyihasi rasmiy qonun sifatida kuchga ega bo'ladi. Urumchi Buloqtog' rayonidagi Uyg'ur qabristonligi ko'chirildi. Bir qancha kundan buyon Xitoydagi ijtimoiy taratqularda Urumchi Buloqtog' rayonidagi qabristonlikni ko'chirish to'g'risida jiddiy uqtirish nomli bir uchur tarqaldi. 2020-yil 22 may kuni e'lon qilingan mazkur uqtirishga Urumchi shahri Buloqtog' rayonlik xalq ishlari idorasi, uy qurilish idorasi, yer boshqarish ishxonasi qatorliq 3 o'rinning tamg'isi besilgan. Uqtirishda Urumchi shahri Buloqtog' rayonlik 7-to'qimachilik rayonidagi qabristonlikning yaqinda ko'chirilganligi. Shunga qabri egalarining uqtirish chiqarilgan kundan boshlab 6-oyning 10-kuniga qadar tizimga oldirishi talab qilingan. Uqtirishda yana belgilangan muhlat ichida kelib tizimga oldirilmagan qabrlarning egasiz qabrlar qatorida bartaraf qilinganligi eskartilgan. Vaziyat analizchilarining qarashicha, Xitoy rejimi yillardan buyon Uyg'urlarning qabristonligiga har xil cheklamalarni qo'yish, qabrlarni yo'qotish qatorliq har xil usullar orqali Uyg'urlarning ona yurtidagi izlarini o'chirish maqsadiga yetishga urinmoqda ekan. Xitoy doiralarining Uyg'urlarning tarixdagi mashhur zotlarning mozorlari va Uyg'urlarning ota-bobolarining qabristonligini majburiy ko'chirish ishlari bundan ilgari ko'p qatim yuz bergan edi. Yaqinqi 2-3 yil ichida Xitoy doiralari Sharq Turkistonning janub-shimolidagi Uyg'urlarning jamoat qabristonliklarini o'zgartirib qurish nomida qabri teshidagi oyat, oy yulduz qatorliq islomiy belgilarni majburiy o'chirgizish, qabri teshida faqat numur taxtalarini qoldirish, qabrlarni qavatli qilib o'zgartish, hatto davomliq meyit qo'yilayotgan qabristonliklarni majburiy yo'tkab yo'qotish, bu joylarni Xitoyning shirkatlariga o'tkazib berib,
sayohat va istirohat bog'chilariga aylantirish qatorliq qurilishlarni jiddiy turda elib borgan. Bu ahvollar chet ellardagi Uyg'urlar va Uyg'ur masalasiga qiziqadigan kuzatuvchilarning jiddiy diqqatini qo'zg'amoqda. Turkiyadagi Xitoy virusining eng yangi ahvoli. Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 28 may bir kun ichida Xitoy virusi bilan 30 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 33559 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 1182 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 160979 ga yetganligini, bir kun ichida 30 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 4461 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida oxirgi 24 soatda 1576 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 683 bemorning kasalining og'ir ekanligini, oldingi kunga selishtirganda salomatligi asliga kelgan 290 bemorning ko'payganligini, bundan keyin maska taqash, ijtimoiy munosabatlarda orliq saqlash tadbirlariga sal qarashga bo'lmaydiganligini, bu tadbirlarga hamma odamning amal qilishi kerakligini, yangi hayotning kontrolli hayot bo'lishiga diqqat qilish kerakligini bildirdi. Saudiya Arabiston umr va ikki haramga munosabatlik qarorini e'lon qildi. Dunyo miqyosida Xitoy virusidan yuqumlanib qazo qilganlar soni 360 mingdan, yuqumlanuvchilar soni 5.860 mingdan, salomatlikka asliga kelganlar soni bo'lsa 2.540 mingdan hol qildi. Hozirgacha Xitoy virusi sababidan 441 odam qazo qilgan Saudiya Arabiston yuqum sababidan umr va masjidi haram ziyorat cheklamasining davomlashtirilganligini uqtirdi. Saudiya Arabiston hukumati 31 may yakshanba kunidan tortib Makkada 2 bosqichli normallashish planining ijro qilinganligini, 3 hafta davomlashadigan birinchi bosqichda Makkaga kirish chiqishlarga ruxsat qilinganligini, shu joy vaqti soat 6 bilan 15 orasida ko'chaga chiqishga yo'l qo'yilganligini uqtirgan edi. Saudiya Arabistonda navbatda 80185 Xitoy virusidan yuqumlanuvchi bor. Misrda Xitoy virusi sababidan qazo qilganlar soni 845 ga, Yamanda 57 ga, Liviyada 5 ga yetdi. 15 odam qazo qilgan Bahraynda bo'lsa, yuqumlanuvchilar soni 10.050 kishiga yetdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.